Barlıq otağan apaşlarının suyumlu kırındaşlarınki Novruz bayramınızda mübarek olsun. Eğitimizde mübarek olsun. Çiçek bayramları mübarek olsun. Hemen bugün onçilardek gül çiçeklerdek birbirimizge xush tabassum bilan shunday yaxshi kunlarda, yaxshi havolarda hamdam bo'lib turibmiz. Didar g'animat degan so'z oddiy anglangan bilan odamni pul vergandan o'ta xo'sh qiladigan bir didar g'animatlari bor ekan. Ba'zilarni mana shunday pichanlardan kelgan qarindoshlar bor. Bay degan bir qiz yapılıb, shunday faoliyatlar biz ko'rishamayotganmizda. Biz doim sirtqa chiqish pek qulaylik bo'lgan bilan Muşundak suyumlu qarindoshlarimiz doim sirtqa chiqish qulaysiz. Shunlashgan mashunday kichkina faoliyat o'rnatishtirish orqali bir yerga jam bo'lib, qo'shaloqlarimizni ham bahlangash, yaxshi kunlardan ham bahlangash, mashunday kichkina bir oddiy so'rin qurib. Ham asos maqsad nima? Partiya hukumat shunday yaxshi kunlarni berdi, yo'llarimiz dag'dam, yeydiganimiz ma'murchilik, turg'an yerlarni shunday amdan bekitib berdi. Ham shu kunlarda biz yaxshi kunlarni bizning uylardan sirtqa chiqish qulaysiz bo'lgan mushu qarindoshlar bilan bir ichimiz bir xil tartışıp yürgümüzden müşü qarindoshlarimiz bilan o'tkazsam-chu degan maqsad kallamga qilib, shu Novruz ishini bilsakmamdo degan maqsadda to'plab yaqin bo'ldik. Endi men gapotgan chaqda opamlar anglab, biz bu faoliyat kishilik bo'lsak deb tıxımı gül qilgandek sorunumuz shunday andan ketdi. Bundan keyin shu mehribon anlar kollektivi har qachon har zaman bizning faoliyatlarimizga hamshirlik bo'lib, bu faoliyatlarni tıxım jonlantirganga shunday kapolatlarni berdi. Bundan keyin biz tang o'ynaymiz bu suyumliklar bilan deb. Men bir qursak singlim, endi kasbiy usulchi bugungi shu suyumliklarni yig'ima desam, voy mening bolalarim kelib, shu ichilishning dastiga shu bolalardan tortib bolalarniki bir numaralar bo'lyapti. Vallahi bir oyunu usullar oynab bersa, qizitib bersa degan maqsad kelibdi. Halatda özünün turmuş üçün, ailesi üçün, her bir cüpler üçün, her bir karı gözler üçün tanışmadıdı. Hatta muşu kolektifinin içinde muşu suyumluk akıllarım, açılarım, perzatları var. İşkide örgüde âli mekteplerde okumadıdı. Şu ballar görgamızda kavul birbirisinden igiz, çoğun, gayvet çoğungan. Apaşlarına ahvalı qarab perzatları çaqamay, o mu bekar çoqal emas. Bular behtirishlar aş tapqan 5 kun 10 kun plan yig'ish qilib perzatlarni oliy maktablarda o'qitadi. Bunda suyunigidek ish. Hamma atan qilalamda qatachayni bulishib o'ynab, ko'chada aroq bulishib ichib o'ynayotgan nurg'un atalar bor. Bolalarni etizlari ishg'il savatido. Mana amga kuchli foydalanmaydi. Lekin mushundoq holat turibmi, yana bolalarni oliy maktabda o'qitilgan mushu suyumliklar biz suyumlik demay nima deb ataymiz. Shunlashqa biz o'gindiga yana bekchiq. Shunlashqa bugun mushu suyumliklar bilan Novruz o'tkazganimdan men shaxsan tak xo'sh. Hammangizlarning kelganligiga rahmat. Har biriga ko'klam bilan bo'ldi g'uncha tabiatda
Yürekten kıyılgan